İşte Boran. Ada video. Terus yang kurang kita ada yang kederasan. Terus ya mau udah semua sekolah mak. Ada lebih. Terus. Ha ketadiganlar yaxshi yetib olinglar. Bu eshak charosini olib ketmasizlar shu Toshkentda joyga shu Amerikaga ketaman desam shu men borma ketmayman desa kerakda shu. Aman, kita masak gitu. Cai. Ishok bupring. Radar 70'te 600 metre. Ulan kaçan barsana yine mi? Nasıl arkadan yine? Siz radar ta'sir hududidasiz. Radar 70'te 200 Otaman, marhamat. Assalomu alaykum. Bir chiroyli duo qilib berasiz endi. Chunki onamni yoshlari aslida katta, yosh jihatdan ular duo qilish kerak, lekin musulmonchilikda shunaqa bir so'z borki, ayol kishini 70 yashar, erkak kishini 7 yashariga salom berar ekan. Shuning uchun yosh ulug' inson sifatida sizdan duo. Assalomu alaykum. Bu uç gitalik ama şu taksiler şu an. Yarım işlemesin. Izhor etamiz Dilfuza opa, rahmat sizga. Kechalari bilan uxlamay chiqqan tunlaringizga bergan oq sutingizga rozi bo'ling. Xudo xolasa qizingiz hali shunday oila bekasi bo'ladiki, ortidan ota-onasiga rahmat degan so'zlar sharafingizga yog'ilib tursin. Qizingizni haqiqiy uyiga borganingizda eshikni shunday ochganingizda men baxtliman onajon deya chiroyli chehralar sizni kutib olsin, hech qachon ko'z tegmasin deymiz. Agar jarayonlar demak hozir internet jarayonlari bo'lyapti. Bahodirxon she'ringiz bo'lsa biz akam bilan hozir kelishib olardik qo'shig'imizni. Onajonga bitta Ibu,
Sezgi sanatchi? Sal tortibroq qo'y, orqaroqqa. Bugun gapim chala qolib, bugun mana kelib kelinning qo'lidan choy ichmaganlar alam qilsin. Yurad opam eshiting. Assalomu alaykum. Yo'qsa charton so'lada. Ha, bilikda ekan. Ha, yo'ldan borib keldim. Ha, yaxshi. Salom ayting. Hay boshqa gapdan gapiraylik. Mana kelin sanov qilib, kelinning qo'lidan choy ichib o'tiribmiz. Mehribon dadam, sizni juda yaxshi ko'raman. Alamlarini ko'zlarini yopay, yoningizga yuguray chopay. Keling bir bor, bag'rimga bosay. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Jon dadama, mehribon dadam, so'zlarda sehri bor dadam, kamtar dadam, hokisor odam. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Otasini yaxshi ko'radiganlar bildiroz qarsaklarimiz. Rahmat. Endi bemalol joyingizni egallab olishingiz mumkin. Otalar, rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lazih atamana wa safana wa ja'alana minal muslimin. Manzilabad Shirnazat Allohga hamd sano, payg'ambarga salovat etgan, ketiganni savobini boyliklarga bag'ishladik. Umurlarimizga, rizqlarimizga, kasb-korlarimizga o'zi baraka bersin. Shu kelin piyolarimiz qo'shgan bilan qo'shcha qilib duolar bo'lsin, ota-onalarga, yurtimizga xizmat qiladigan solih farzandlar ko'rib, uzoq umr ko'rib yurishlarini Alloh nasib qilsin. Barchalarimizni, xonadonlarimizni shunaqangi baxtli kunlar bo'lishligini nasib qilsin. Va sallallohu
Vale,
yoshdan ko'tarding bo'ydoqliging yaxshi edi. Har nimani xohlovchi yo'q edi sendek ovchi. Kechasi kelsam yo'q edi shu tergovchi. Bo'ydoqliging yaxshi edi. Ona ko'ngli bolada, bola ko'ngli dalada. Ona ko'ngli bolada, bola ko'ngli dalada. Gilos yeydi chillada, bo'ydoqliging yaxshi edi. Gilos yeydi chillada. Shunday vaqtli oqshomda bu imkoniyatda diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda mamnunmiz. Barchangizga xush kelibsiz deymiz. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va Tortteler, avval şur işteler, sonra şarkı yediler. Kimse biliyor, lazım öyle öyle. Biliyorum bak bakalım. Taşa orma yana. Shaharda turibmiz, mana hozir chiqib shaharga qaraganda shunchalik o'zgarib ketdi mana Buxoro. Shu yerdan tark etib ketganimizga mana salkam 40 yil bo'ldi tog'a. Amallarimiz yoshda baxtli bo'lsin, umid kuyovimiz mana bu shaharning jon kelinimiz bilan qo'shcha qarisin, uvoli bo'lib baxtli saodatli bo'lsin. Hammamizda ham hammalarimizni xonadonlarimizda shunaqa yaxshi kunlar bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, boshimizga yurtboshimiz amonat bo'lsinlar. Dunyomiz tinch bo'lsin. Kelasi yillarga barchalarimizni Turk istiqbolligida yetkazsin. Oshiro oylarida muborak kunlarda turgan ekanimiz. Alloh barchalarimizni o'z panohida asrasin. Yoshlar baxtli bo'lib qo'shgani bilan qo'shcha qarisin. Va sallallohu taala. Mana katta tavasiz. Yaxshi duosi bering nasib bo'lsa navaralar kelajagi ilk bo'lmasa mana shu sizga o'xshagan professorlar bo'lsa inoya marhamat. Assalomu alaykum hurmatli davramiz qatnashchilari, hurmatli xudolar. Mana muborak bo'lsin bugun e'tibor singlimiz Shahodimjon mana bugun fotiha to'yida yoki boshqa viloyatlarda 9 to'yida to'g'ri 9 to'yida yig'ilib o'tirgan ekanmiz. Thank you.
qibla shu ota bobomizdan qolgan. Shuning uchun marhamat bo'lsin, bemalol aytib davom ettiravering gapadan. Qalbimdan ham oromimni olib ketgan, ta'rifiga she'r yozolmay qiynalaman. İlk muhabbet yuragimda qolib ketgan. Yomon orqasidan jonimiz ketmasin. O'zing har narsaga qodirsan egam degan. Shu uchun aziz xudolar, Xudo bugun Allohning marhamati bilan bizning guvohligimizda masalan erta ilovonda duolarimiz bundan keyingi bo'ladigan barchasi ijobat bo'lsin. Parvardigorim olam, nimaiki sizda mehmonlar orzularingiz bo'lsa, Alloh mana shunday qilib o'ziz xohlagan insonlar bilan Xudoanda bo'ling. Dünya degan
bilirken lekin inson hafif bize çok gitti. Kelincan girdi konularım. Cuma rah nima deganlarimiz. Bizda mana qo'yib, Navoiyda mana narsa yo'q. U ham sizlar kelinchangki. Yo'q, u o'zlari kelinlar. Şu aklıma bak gelin inşallah. Toşlar. İtte bile olup oradı. Bize de kız kılar. Kız kılar bize kılıydı ki. Nuralı kayrak gel. Nuralı kayrak gel. Evet, kuanda maşında çamalıkla olçmu. Ya olçmu yok ha. Süzanlar. Ha, olçmu. Oldu lan. Shahar romanda sizlar Nurig'da moshini nima unga o'ldizlar? Ha Sherzodni moshinada kimdi? Kim oldu? O'libdi-ku ular. Biz narsalarni qayerda kimni moshinada kelyapti endi? Qaysi narsalar yana? Bu narsalar ko'p. Biz o'ldik. Biz ham mashina Sachoqlar qani? Biz ham mashina Setkalada sachoqlar bor edi. Hozir hamma narsamiz moshinada kelyapti-da, ular o'tib ketibdi bizga aytma restoranga. Yo'q, hozir shunday. Shu hammasi ishlaniki. Mahmudni mashina emas. Mishanikida, Mishanikida. Kirlenikida yo'silmaydi, kiyonikida yo'silmaydi. Qanaqa bo'lmadi. Bak,